O'rtoqlar, ko'rib turgan mashinangiz Tesla Model 3 2021-yil ishlab chiqarilgan mokriy asfalt rangda dual motor amerikanka. Kraskalari top-toza bo'lgan, ikkita joyida bir petnosi bor, unaqa jiddiy bir udarli joylari yo'q. Ko'pchilik bu mashinani so'raganda batareya holatlari qanaqa deganiga buni test qilishga jur'at qildik. Ko'rib turibsizki, bir 85% ostatkasi bor buni общий yo'nqisidan, ya'ni bu degani 60 kW batareya hajmi bor, 70 kWh bo'lganida. Taxminan bir 68 lar bo'lganida. Xo'p, bu mana videoni shu kunda oldik, bir 17 yanvar kuni oldik buni. 2026-yil mana 17-yanvardan beri bir kun ham o'tmagan. Sразу skrinshotini ham tashlamoqmiz. Mana 97-700% zaryad quvvati, общий yo'nqisda 85 kW. Bu kunduzgi ko'rinishi mashinani hech qatida bir jiddiy aybi yo'q. Ha, endi mashina 3 yil haydalgan O'zbekistonda, undan oldin o'sha Amerikada haydalgan bo'lgan. Mashinani bugungi holati bir 90 ming kilometrdan ko'proq yurgan mashina, bizda zaryadkalardan quvvatlangan. Kimga kerak qiziq bo'ladigan bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.